Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar, qadrli otalar, millatimizning kelajagi bo'lgan aziz yoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati, barakati va mag'firati bo'lsin. Yunusjon muallim deganga o'xshash men sizlarning huzuringizga Ilis sulari nomli bir she'rni sunmoqchi. Ana hammamizga ma'lum, bu she'rning yozilishida bir tarixiy jarayon bor. 1944-yili Sharq Turkistonning vujudi qurilgan ikki qiyamlik Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin millatimizning qahramonligi, jasorati, shijoati va Alloh subhanahu va taolaning Sharq Turkiston musulmonlariga bergan nusrati bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati nihoyat tez taraqqiy qildi. Qisqa vaqtda G'ulsharni to'liq tadqiq qilgandan keyin bu tarafdan shimolga Urumchiga qarab, bu tarafdan Sulton So'g'risning qo'mondonligida janub tarafga Oqsuga qo'shin avatdi. Bu Sharq Turkiston Jumhuriyati uzun yillardan beri Xitoyning tajovuzga uchragan, zulmlarga duch kelgan bu qalbi ezilgan xalqimizga cho'ng zo'r bir umidning nurini parlatdi. Lekin afsus, bu nur qanday tez parlagan bo'lsa, shunday tez o'tishga qarab yuz tutdi. Endi bilamiz, Oqsuga avatilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining bu milliy qo'shini tez vaqtda hujum qaytarib keldi. Urumchiga qarab avatilgan bu Sharq Turkiston Jumhuriyatining qo'shini Manastir daryo bo'yida to'xtab qo'yildi. Endi bu ahvolga qarab Sharq Turkiston Jumhuriyatining ichidagi shu vaqtdagi xalqimiz, shunday millatning ichidagi ulug' kishilar bu ahvolga qarab nihoyat ichinadi, qalbi azoblanadi. Mana shu ahvolni ijroqdan tutgan, shu ahvollarning hammaga shohid bo'lgan bizning shoirimiz Abdurahim O'tkir shu ahvollarni o'zining qalami orqali nihoyat bizga uslub bilan bayon qildi. Endi 1948-yil vaqtda hammamiz bilgandek bir oyliklar va'dasi bilan Sharq Turkiston Jumhuriyatining butun rahbarlari o'ldirilib, bir kunda butun Sharq Turkiston xalqi rahbarsiz qildi. Shuning bilan Abdurahim O'tkir o'zining afsuslanishlarini, kelajakka bo'lgan umid orzularini men tuvanda o'qiydigan bu Ilis sulari nomli she'rga mujassamlaydi. Endi tuvanda o'tirgan aziz mehmonlarning umid qildiganim bu she'rni o'qigan vaqtda nuqul bir holatda bir tarixiy jarayon bo'lib tushunmay, bugungi realligimiz bilan bog'lab tushunishini umid qilaman, samimiy talab qilaman. Chunki bugun biz mana shunday bir tarixiy jarayonga duch kelyapmiz. Hammamizga ma'lum, 2017-yil Xitoy tajovuzlari vatanimizda umumyuzlik yerga qarachilik siyosatini yurgizgandan keyin vatandagi bu chalga hijrat qilib chiqqan xalqimiz yo o'lim, yo ko'rim deydigan bir vaziyatga kelib qoldi. Hammamiz butunlay siyosatga yoki vatan davosiga kirib ketdik. Nurg'un ishlarni qildik, nurg'un faoliyatlarni qildik, namoyishlarni qildik, yig'inlarni qildik, siyosiy harakatlarni qildik. Butun xalqimiz bu vatandagi azoblanayotgan, qiynalayotgan xalqimizga qarata bu millatimiz endi qirilib tugab ketadi degan qalbidagi bir ochiq tuyg'uning turtkisida, energiyasida hammamiz qo'limizdan kelgan bir ishlarni qilishga yuzlandik, tirishchilik ko'rsatdik. Ammo lekin oxirgi vaqtlarga kelganda bu yerga qirg'inchilik siyosatining uzilishi, xalqimizning takror nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, realligimizda bir o'zgarishlarni his qilolmaslik bizni takror bir umidsizlikka, bir tushkunlikka, bir bo'shab ketishga yuzlantirdi. Shuning uchun mushu she'rni xuddi tarixiy bir jarayonda Abdurahim O'tkir yozganga o'xshash bugungi realligimiz haqida bir o'ylangach, anglashimlarni samimiy umid qilaman. Tuvanda she'r Ilis sulari Abdurahim O'tkir. Tushdi yodimga Ilis sulari, ko'z yoshlarimdan qaynar buloqlar, yassi quloqqa ahu mumlari, ko'z yoshlarimdan qaynar buloqlar. Qiynaldi sening ozod yerlarim, xollaylik yetgan mag'rur arlarim. Tungusundumu qonu terlerim, ko'z yoshlarimdan qaynar buloqlar. Teni ko'chamdan to'lg'inib oqshom, o'tganda yetgan avrishim oqshom, shuni aslasam har bir sahar shom, ko'z yoshlarimdan qaynar buloqlar. Teni rizvon gul ko'ksidan oqqan,
Kaşının suyudek çok pakize kan, geniş o kallar, cengi var dastan, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. Malkayı kırılgan şidler teni, alkışlı kömülden rini, şu müdenin çankak üstini, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. Terip kaptım o hini kan badır, ili dilleha şunçilik baldır, hey sabah tezrek bir haber keldir, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. Tinimsiz sayram çaykalmam dekin, pelkinin tuman karkalmam dekin, nılgı atları çapalmam dekin, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. Nılgı idığa yok mekin taka, meylim uşunca yırtılsı yaka, zümret külümni bulgıdı taka, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. Atlar dokori mırtık avazi, estin çıktı mı bürgün pervazi, yok mu şehitla davager gazi, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. İli suları dol kollarımni, koymu seyrimdim uskollarımni, kaçan anlarımın şoh önlerimni, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. İli suları taş yana, bırak manas körki, bulmağay tozak, yetmesi andi dua çıksavak, gözyaşlarımdan kaynar bulaklar. 1949 yılı yanvarı Ürümçi. Sizleri kulak serip Allah'ın barca esini Allah'a çim kömürünü rahmet etsen,